Mirsaidga zo'r bitta surpriz tayyorladik. Hozir chaqiramiz o'zini. Mirsaid. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'taribsiz. Sog'lab charchayapsizmi? Uzoqroq turing. Boshlarni turib puli turadigan legendarniy Rainbow originali. Assalomu alaykum. Jo'lin aka. Alaykum assalom. Yana hurmatda. O'zi to'g'ri naryad so'rash edi. Endi mikrofon taqib olib, kamera tursa, endi boshqatda yana so'rashimiz kerak. Kamera uchun. Assalomu alaykum. Endi qarang aka, to'g'risini aytsam, bu sovg'a juda ham kutilmaydigan sovg'a bo'ldi. Необычный bo'ldi. Необычный bo'ldi. Uncha qilinmaydigan sovg'a bo'ldi. Nima podarka senga qilishdi desa, pilisos. Pilisos deyishadi-da. Uni o'ylab qarayman, narxini aytganingizdan keyin yoki to'g'risini aytaman sizga, to'g'ri pulim bo'lsa ham, mana qilsa ham, men menimcha bunaqa narxga bu pilisos olmagan bo'lardim. Hadya qilganingiz uchun oldim, to'g'ri. No, menimcha bilmadim aka, nima uchun bu pilisos bunaqa narx turadi? Boshqa pilisoslar nima farqi bor? Tushunarli. Tak, bu texnika bunaqa narx turishi birinchidan sifatda juda katta farqi bor. Sistemasida juda katta farqi bor. Ya'ni bu oddiy plisoslarga o'xshab tozalamaydi. Yo'q, to'xtang, qarang. Siz menga hozir mana bunaqa deyapsiz, sistema bor deyapsiz, sifat deyapsiz. Keling, mana shunaqa aqlli gaplarni kamerani tashqariga chiqarib qo'yaylik-da. Hozir mana bizada baribir odamni kuzatyapti, ko'rishyapti. Oddiy, sodda o'zbek jaydar tilda tushuntirib bering shu narsani farqini. Mana u pilisos ham bitta vazifani bajaradi, bu pilisos ham shu vazifani bajaradi. Tushunyapsizmi? Mana sizlarga soatlar keladigan bo'lsa-da, masalan, $100 soat ham bor, 20 ming soat ham bor, kilo bir xil vaqt ko'rsatadi. No-da, masalan, anaqa brendovый Rolex soatlar bo'lsa, endi u status, u тому подобное, da. U odamlar o'zi tasdiqlangan. Lekin hali bizlardan pilisosimiz, menimcha O'zbekiston bozorida O'zbekiston xalqiga bunaqa darajada yetib kelmagan deb o'ylayman, shu odamlar shu pilisosni xarid qilishi uchun. Endi jaydar tilda menga shu narsani tushuntirib bering. Xo'p, vaqtida hammani ham uyda televizor bo'lmagan-da. To'g'ri, hammani uyda bo'lmagan. Xaladiniy odamlar uyda bo'lmagan. Pilisos misol uchun ana kir moshina odamlar uyda bo'lmagan. Lekin hozir har bitta inson uyda pilisos ham bor, kir moshina ham bor, televizor ham bor. Xolos, hamma narsa bor. Lekin vaqtida bo'lmagan. Rainbow ham hozir kimlardir uyda bo'lmasligi mumkin, lekin bizning eng katta maqsadimiz vaqt soat kelib har bitta odam uyda bu texnika bo'lishi kerak. Nega? Ana o'shaning uchun ham biz har bitta insonni uyiga tekinga olib borib prezentatsiya qilib ko'rsatib beramiz. Nega? Sababi oddiy pilisoslar filtratsiya sistemida ishlaydi, ya'ni qopli bo'ladi. Qop degani o'sha pora, teshu porali bo'ladi. Oddiy pilisoslar qopli, chashkali bo'lsin, farqi yo'q, hammasi. Anaqasi chashkasi bo'ladi, ichiga yig'adi, plastmassa idishni ichiga yig'adi. Hammasi teshu poralar bo'lganini hisobiga o'zidan doimiy tarzda chang chiqarib turadi. Uni insonning ko'zi prosta ko'ra olmaysiz-da. Uni mana hozir kadrlarga qo'shib yoramiz, o'sha paytda ko'rsatib beramiz. Yoqqan paytingizda o'sha teshu porasidan razmeridan sal kichikroq bo'lgan changlar bab orqasida chiqarib yuboradi. O'shaning hisobiga uyda hech qachon chang tuganmaydi. Eng katta bu yerda farqi birinchidan sifatida, ikkinchidan chang chiqarmasligida. Ular sanatsiz sanoqqa yeta olmaysiz-da. Dunyo bo'yicha faqat Rainbow texnikasiga gipoallergenniy sertifikat berilgan. Ya'ni oilangizni allergiya, astma, bronxit kasallaridan страховка qilib tura oladigan yagona texnika Rainbow. Xo'p, shuncha payt yashab keldik oddiy pilisoslar. Nima uchun endi shunaqa pulga mana shunaqa pilisos olish kerak, shuni tushunmayapman. Da. O'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsalar bor-da. Masalan, apteka. Dori sotib olishimiz, doriga pul sarflashimiz, hadeb anu uy uborkasi uchun anu nima sotib olayotgan narsalarimizga pulimizni sarflaymiz, uni kamaytirishimiz kerak. Ko'p kasal bo'lamiz, unga pul sarflaymiz, uni kamaytirishimiz kerak. Ya'ni kasal bo'lishimizni kamaytirish kerak. Bu eng katta foyda bera oladigan narsa bu. Nimaga qarang, insonning immuniteti bor, to'g'rimi? Siz kasal bo'lgan paytingizda immunitetingiz siz orttirgan kasalliklar bilan kurashadi. To'g'rimi? Endi qarang, Ibn Sino bekorga aytmagan, chang bilan jang bo'lmasa deb. To'g'rimi? Chang bilan jang bo'lmasa inson mingligacha yashay olardi deb aytib o'tgan Ibn Sino. Xo'p, tushundingizmi? Qarang, chang bilan jang nimaga chang degan sababi sizni 80% immunitetingiz bu internetda yozsangiz ham chiqadi. Shuni fakt narsa bu narsa. Sizni immunitetingiz 100% immunitetingiz 80% chang bilan kurashadi. Hayotingiz davomida iste'mol qilayotgan changlaringiz bilan kurashadi. Tushundingizmi? Qolgan 20% immunitetingiz nima qiladi? O'sha kasal bilan kurashadi. Men o'ylashim bo'yicha aka, gapirayotgan gaplaringiz chang har doim bo'lgan. Mana masalan, o'zimda ham kichkinaroq bo'lgan paytim bizada 3 ta o'g'ildi. Sizlar qiz bola, singlim, opam yo'q. Uyib uborkasi o'zim qilardim yoshligimda. Onam eda chang artganda chang artardim. Keyin ketini o'g'li ham artib chiqardi-da changga. Oyizlar. Keyin ertasiga ham yana chang bo'lardi. Mana shu narsa bitta narsa qaytaveradi, po krugu ketaveradi. Shuni hisobiga changdan qutulish mumkin emas degan narsa tushib qolgan. U chang hamma yoqda bor. Hamma yoqda bor-da. Lekin mana shu uyda mana aka
bir haftada 3 marta dom работница keladi. Полный cleaning bo'ladi, уборка bo'ladi. Hamma yoqni ko'rasiz, bu hech kirmas, hammasi cho'tki turibdi uyda. Mana men oppoqman naskidaman. Kameraga ham ko'rsatishim mumkin. Oppoq naskidaman. 1-2 soatdan beri mana shu yuribman. U yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Naskiyim qanday oppoq turgan bo'lsa, xuddi shunday oppoq turibdi. Haligacha. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda kir, chang topa olmaysiz deb o'ylayman bu uyda. Top beramiz. WhatsApp bilan hozir top beramiz. Uni ham ko'rsatib beramiz. Endi bu plisosni уже normal состояниеda odam olish kerak-da baribir deb o'ylayman, aka. Unaqa odamlarni har bitta uyda mening o'ylashim bo'yicha dom работница yana boshqa odamlar bo'ladi deb o'ylayman. Har doim o'sha uyi toza turadi deb o'ylayman. Shunga nima deysiz o'zingiz, aka? Yo, oddiy odamlar ham bu plisosni ola oladimi? Qanaqadir bir nima desa bo'ladi? Usloviyalari bormi? Nima deysiz? Chunki men to'g'risini aytaman, bu narsaga unchalik pul sarflamagan bo'lardim deb endi men o'ylayman, chunki eskidan qolib ketadi-ku har bitta odam. Chunki siz hali prezentatsiyasini ko'rmadingiz. Men endi ochdingiz, hozir korobkadan oldingiz, qo'ydingiz. Har safar odamlar uyga borgan paytimizda, birinchi ko'rgan paytda hali ko'rmasdan oldin narxini aytsa, "Va shuncha pulgami, texnikami, plisosmi" deyshadi-da. Lekin 100% narsa bu yerda o'zgaradi demasasan ko'rgandan keyin. Chunki inson o'sha Rainbow Food tushunib yetadi demasasan ko'rgan paytida nimaligini. Bu oddiy plisos emas. Bu separator sistemada ishlaydigan, vodяной sistemada ishlaydigan separator sistemadagi plisos hisoblanadi. Bu bachog'a suv quyiladi. Suv quyiladi. Bu yerda bachog'da mana shuncha suv bo'ladi. Suvda bu bu yerda tagida separator bor. Mana bu yerda separator bor. Aralashtirib beradigan separator bor. Ko'ryapsizmi? Motor ham faqat dunyo bo'yicha faqat Rainbow'ga qo'yilgan. Boshqa birorta plisosda asinxronniy motor yo'q. To'xta, eshitib turing. Yo, to'xtang mana. Siz hozir uni gapirdingiz, uni gapirdingiz, hop tushundim. Bitta gap bilan hozir siz bitta gap bilan plisos sotmayapsiz-da. Hozir menga aytyapsiz endi plisosni. Siz sog'liq. Gap shunday ekan. Sog'liq ekan-da. Gap shunday ekan. O'sha uchun odam переплачивает. Da, nimaga bu yerda umuman chang chiqarmaydi, isho realniy konkretniy 100% tozalab bera oladi? Sababi bu yerda suvda doimiy tarzda vodяной tornado hosil bo'ladi. Suv doimiy tarzda aralashib turadi. Aralashma hosil qiladi bu yerda separator 32 ming, 1 minutda 32 ming marta aylanganini hisobiga suvda vodяной tornado hosil qiladi-da. Suv ichiga nima mushtur tushsa, hammasi suv ichida qoladi. Bunda filtr degan narsa bo'lmaydi. Hamma mushtur suv ichida qoladi. Garantiya beriladi chang chiqarmasligi. Umuman chang chiqarmaslik ishlab beradi. O'zi texnikani o'ziga buzilib qolmasligiga 10 yil garantiya beradi. 10 yil ichida buzilib qolsa, tegiga almashtirib tuzatib beradi kompaniya. Voy, shu 10 yil. Shunaqa. Da. Boy aytganingizni aytaman-ku. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Biz prosta plisos sotmaymiz. Biz insonlarga sog'liq sotamiz. Tozalik sotamiz. Changdan nafas solmasligini sotamiz. Emotsiya sotamiz. Haqiqiy uborka sotamiz. Isho eng kerakli narsa vaqt sotamiz. Mana uyingizda uborsa chaqiraman deysiz, ayollar uborka qilib ketsa deysiz. Bir oyda necha marta qiladi? Bir haftada 2-3 marta. Bir haftada 2-3 marta. Mana ayolim uyimda bir oyda 2 marta plisos qiladi. 2 marta uzoq borsa 3 marta chang artadi bizga. Nimaga? Sababi uyimda Rainbow ishlataman. Siz o'ylaysiz ko'chadan kiradi shuncha chang deb o'ylaysiz, to'g'ri? Yo'qmasa men olib kelaman deysiz. Oyna eshigini umuman ochmasdan ishlatsangiz ham plisosni uyingizda, oyna eshigini umuman ochilmasa ham uyingizda baribir chang bo'lib qoladi. Mana o'zlaridan so'rang. Hamma любой klient uyga borsa, dam olishga ketadi, boshqa ketadi, mehmon ketadi, uyda kunlab, 2 kun, 3 kunlab uyda hech kim bo'lmaydi-da, lekin baribir texnika bundoq qilsa nima bo'ladi? Yana chang bo'laveradi. Oyna eshiklar yopib o'tirgan bo'lsa, to'g'rimi? Hech kim uyda yurmagan bo'lsa, qatdan chang kelib qolaveradi. Endi yana bitta narsa, uyim doim toza turadi deysiz. Aytdingiz, men siz kelishingizdan oldin odam tozalab ketishdi dedingiz, boy kirganda, to'g'rimi? O'shaning uchun kirib bo'ladi changlar anaqa naskiyingiz. Endi haftada 3 marta degani bu degani bir oyda 15 marta примерно uyingizga 12 marta, 15 marta odam keladi degani. 10-12 marta. Rainbow texnikani ishlatsangiz bir oyda 2 marta uborka qilsangiz mana shunday yetadi. Endi o'ylab ko'ring. Har 2-3 kunda odam chaqirsangiz, nimaga 2-3 kunda o'sha chang bo'lib qoldi ham yo, nimaga hadeb kirib bo'lib qoldi? Asosiy sabab bu yerda ko'chadagi muhit emas. Ko'chadan kiradigan changlar emas. Uyimiz ichida chang ko'payadi. Endi men o'ylashim bo'yicha odamlarda bu mana plisoslarga, mana shu narsaga negativ bir fikr qolib ketgan deb o'ylayman. Shunaqa qimmat plisos nega? Chunki har doim telefon qilib bezovta qilaveradi. Assalomu alaykum, men bunaqa plisosdaman, unaqa plisosdaman. Olasizmi, olmaysizmi? Anaqa qilinglar, uyingizni taqillatib keladi, anaqa qiladi. Men o'ylashim bo'yicha o'sha uchun bizada mana shunaqa plisoslarga qanaqadir hajab bilmayman nima masalan funksiya bajaradi. O'sha negativ aspekt qolgan. To'g'rimi? Bitta texnikani o'zi 8 ta texnika jamlangan bu yerda. Воздух очиститель, воздух увлажнитель, ionizator, aromaterapiya, dezinfeksiya, gilamlarni turgan joyda 1 minutda 900 marta urib qoqadi. Не только gilam, mebellarni ham qoqib tozalab beradi. Podushkasini ichiga mana bu machalkalarni ichigacha tozalab beradi. Turgan joyda yuvadi, turgan joyda quritadi. Mikroklimat qilsa ham bo'ladi uyga, даже bu orqali. Hamma funksiyasi bor. Fantastika qilib olasiz, yoki quruq gap bo'lmasa ko'rsating. Yo'q, rostdan ko'rsatib, tanishtirib, tushuntirib beraman. Yo'q, men mana shuni hozir ko'rsatmayman, nima u qayerda nima bo'ladi, qanaqa ishlatiladi buni. Xo'p. Keling, men shuni bitta tozalab beraman.
O'sha tozalab ko'ramiz. Bo'ldi, mana shu videoga olib, o'sha o'z videoni o'zim ko'raman, keyin o'sha ishlatayotgan odamga ko'rsataman, shunda mana shunaqa qilib ishlatish kerak. Все, хорошо. Hozir mana shu divan tozalamoqchimisiz? Da, shu divan tozalaymiz. Divan top-toza-ku, yangi-ku bu. Shunaqa deb o'ylaysiz-da, Mirsaid. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Yangi divan-ku bu. Siz ko'rasiz hozir divaningizni holatini. Ko'ramizmi? Mayli, ko'ramiz aka. O'sha ishlashini qanaqa ishlashini ham ko'rsatsangiz, shu kameraga ko'rinsin, o'zim ham ko'raman-da. Хорошо, hozir. Suv solaylik. Bu vibrashotka, mana bu narsatga vibrashotka. Bu narsatga 1 minutda shu 9000 marta urib qoqib beradi. Gilam bo'lsin, matras bo'lsin, hamma narsani. 1 minutda? 1 minutda 9000 marta. Yo'q, ya'ni 9000 оборот teshadigan o'zini anaqasi bor. Motori bor, vibrator bor ichida. Mana toza suv. Mana. Kameraga ko'rsatamiz. Toza suv. Ko'ryapsiz? Toza suv bo'lsa shuni ichib ko'ring. Keyin. O'zi osh-ovqat to'slaydi, to'g'rimi? Nima? Bo'ldi, все, mana hozir ko'ramiz. Keling. Shu yerda kadr o'zmasdan men sizga ko'rsataman. Turaymi? Da, turing. Yostiqlarni olib turing. Yostiqlarni olib turing. Bu hozir qoqyapti mana. Eshityapsizmi ovozini? Bu yerda mana shotkasi bor. Bu aylanadida gilamdagi soch, qil, iplarni hammasini o'ziga yutib tozalab beradi, o'ziga tortib oladi, o'rab oladi soch, qil, iplarni, tushundingizmi? Ko'pchilik uylarda ayollar soch, qil, iplarni tozalab yuradi-ku qo'li bilan. Bu o'zi tozalaydi hammasini. Qo'lingiz bilan soch, qil, iplarni tozalashga hojat qolmaydi demoqchiman-da. Yo'q, shu kamerani ko'tarib olvering. Uzmasdan olaylik, bo'lmasa hozir odamlar keyin o'zi kirib qo'yib qo'ydi, o'qib qo'ydi, bu qilib qo'ydi deyishmasin. Bo'ladi. Uzmasdan olveraylik videoni. Ha. O'chirmang kadrni. Bo'lmasa tezlashtirib yuborishlar keyin. Uzmasdan, butun videoni uzmasdan olaylik. Okay, kir chiqmaydi, foydasi yo'q. Bo'l. Suvi ko'rdingiz, to'g'rimi? Tozalagan, to'g'rimi? Ichishga yaroqli, iste'mol uchun yaroqli toza suv edi. Xohlasangiz mana buni ko'tarib tegini oling ham, aka mana. Olib tashlaymi shuni? Oling, mayli. Mana. Bularni ko'ryapsizmi? Tortishni? Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Bo'l, qo'y. O'zi bu uncha yotib ham turasizmi? Yo'qmi? Da. Yo'q, unchalik ko'p emas. Yotib televizor ko'rib, yo'q, endi bir bo'lib turadi. Bir haftada 1-2 marta. Bir haftada 1-2 marta. Bo'ldi, qildim. Mebelni. Endi siz o'sha bir haftada 1-2 marta yostiqni ham toza, yostiqni ham ko'rasiz. Yostiqni qiladigan va anaqalari bor, nasatkalari bor qo'shimcha. Alohidami? Suvi ko'ramiz-da. Yo'q, da. Seriyoz. Da. Mirsaid. Hayyo. Talon pul topasizda kelib, ozgina oyog'imni cho'zing deb yotgan joyingiz mana shu holatda. Bu yerda amaqimlar kelsa, kenamlar kelsa o'tirishadi, to'g'rimi? Jigaram, keling. Qanaqadir bu birinchi funksiyasini o'zi. Bir ichiga nimadir solib qo'ymadingizmi buni? Yo'q, yangi apparat ochdim-ku, ko'rdingiz-ku, mana separator bor ichida, texnikani o'zi. Просто bu yerda yo'q. Qarang, bu yerda katta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa separator sistema. Qopli sistema, ya'ni oddiy plisoslar 18-asrda ixtiro qilingan. U paytda glavniy chasti ko'chada turganda, chang chiqarsa ko'chaga chiqargan. Xo'p. Keyin o'sha narsa 66-yilda kompaktlashtirildi, bizning uyimizga kirib keldi. Xo'p. Ishlab chiqarilgan paytda ko'chaga chiqargan changlarni hozirgi kunda oddiy plisoslar nima qilyapti? Uyimizdan ichiga chiqaryapti. O'shaning uchun artib qo'ygan joylar yarim soat, 1 soatdan keyin yana chang bo'lib ketaveradi. Bu plisos Rainbow chang chiqarmaganini hisobiga hamma joy toza turaveradi. To'xtang, odam tilida siz nima demoqchisiz? Oddiy plisos olsangiz, u orqasidan yana o'sha chang chiqazaveradi. O'shani artib yuraveradi. Bu esa bu ichiga yutadi, mana shu suvni ichiga keladi vosita. O'zi umuman chang chiqarmaydi, Mana misol uchun gilamni holati. Bu ham orqasida nimadir narsa bor, havo chiqadi-ku. Havo chiqadi bu yerdan. Просто havo chiqadi mana. Hepanizator degan filtr turadi, komnatli filtr, u hidlarni ushlab qoladi.
hidlanish olmaydi. Changga ushlab qolmaydi u filtr. Hamma chang musullanadi, butun suv ichida ushlab qoladi. Qanaqadir terapiya, aromaterapiyami, mikroklimatmi, nimadir narsalar Hammasi bor. Aromaterapiya, приятный hidlar chiqarib beradigan narsalari bor. Undan tashqari ancha-muncha ishlarni qiladi-da bu yerda. Mana bu yerda mana nasatkalarini boyagi mana bu yerda opaga o'rgatib bering dedingiz-ku. Shularga Xo'p, ko'rsatgan paytimda voy, korobkasi ham tugamas ekanda buni. Da, bu yerda mana nasatkalari bor, qo'shimcha har xil. Bolalarga bu mana hidlarini chiqarib beradi. Приятный hid 4 xil kapsulasi bor-da. Efirli masla bo'ladi. Приятный hid chiqarib beradi. Aromaterapiya funksiyasi. Bu suv ichiga quyiladi-da. Xo'p, Suv ichiga quyiladi. Bu yerda mana isiriqni o'rniga ishlatiladigan narsa bor. Bu yerda. Bu dezinfeksiya qilib beradi havoni. Kimdir gripp kasal bo'lsa, bir-birlariga yuqishini oldini oladi bu narsa. qarang, siz aytyapsiz, mana shu jidkislarni olamiz. Hech qazadigan yoki mana bu foyda beradigan narsani suvga soladi. И o'sha yerdan avtomatik hidini yoki havosini chiqarib beradi. To'g'rimi? Havoni suv orqali yuvib beradi. Mana idish tovog'ini yuvsangiz ham suv bilan yuviladi, kiyim-kechakni suv bilan yuvamiz, o'zimizga cho'milsak ham suv bilan poklanamiz, to'g'rimi? Bu texnika ham aynan mana shu suv bilan butun boshli yashayotgan uyingizdagi havoni, xonani, uyingizni полностью suv bilan poklab beradi. Havosini ham hammasini qarang. Ko'rgim kelgan. Shuni ustida yotuvdingizmi, Said? Bo'lishi mumkin. Har bitta inson mana shu ustida yotmasdan toza joyda yashashga loyiq. Agar o'zingizni toza joyda yashashga loyiqman deb biladigan inson bo'lsangiz, texnika siz uchun qimmatlik qilmaydi. Nima boshda minas? To'xtang, nima boshda minas? To'xtang, bo'ldi. To'xtashadingiz endi aka, uyatga ketding. Nima boshda minas? Minaman aka. Nima? GT. Mercedes GT, to'g'rimi? Qancha pul turadi? Endi 100 mingdan baland turadi, endi aka. O'ziga pasolat qos, 100 mingdan oshiq turadigan anaqa mashinani, to'g'rimi? Qimmatmi? Qimmat emas. Chunki Gentra bera olmaydi, GT bergan, Mercedes bergan komfort, to'g'rimi? GTning ham o'ziga yarasha klientlari bor. O'sha psixologik atak. Rolls-Royce ham o'ziga yarasha klientlari bor-da, Rainbow ham o'ziga yarasha klientlari bor, jigar. Xo'p, endi qarang, Mercedesda nechtadir funksiya bor-da. Siz menga hozir buni bitta funksiyasini ko'rsatingiz, plysos. Xo'p, changi, kir, endi yostuvni ham ko'rsating, mana shu yostuv. Unchalik ko'p yotmaganman, yostuv ishlatilmagan, почти deyarli. Mana shuni bitta menga ko'rsatib bering. Nima bo'ladi? Yostiqlarni bunaqa paket bo'ladi, vakuumli paket. Ne unaqa narsa? Shunaqa bo'ladi. Давайте kichkinalashib o'tirmaymiz-da. Kattasini zamugli ekan. Hop, mana kichkina. Kattasini sovura qolamiz. Yo'q, kichkinada bilinmay qoladi-da. Sizda qarang, aka, endi masalan bu narsani хорошо. Men как бы narxini bildim buni. Plyososda, to'g'rimi? Xo'p, oddiy odamlar deylu. Bu plysos naqdga olmaydigan. Naqdga ololmaydiganlar. Nima условия bunga yaratib bera olasiz? Bor? Bo'lib berishga ham qilib beramiz-da. Qanaqa, masalan, qancha? Bor yo'q 2 oyga mi? Yo'q, qilib beramiz. Aloqaga chiqsin, yaxshi variantda qilib beramiz. 1 yildan ko'proq. Muomalasiga qarab gaplashamiz, yo'g'ini. Ya endi gaplashamiz demang, endi yo'g'imiz-ku. 1 yildan ko'proq qilib bera olasiz. Qilib beramiz. Qiynamaydigan variantda qilib bera olamiz. Mirsaid. Qiynamaydigan variantda. O'zan komment ko'payib ketadi, bo'lmasa boylar mazza qilsa, faqat boylarga ekan. Bizga emas ekan. Aynan o'sha narsa uchun ham rassrochka ochilganda, 5% foizsiz rassrochka. O'zini pulini bo'lib turadi. Hozir mana sizga qilib berayotgan narxi mana masalan yana bitta naqdga bu uyga olaman deb arzidigan bo'lsa do'stlar, o'sha summani o'zini bo'lib to'lashga ham qilib bera olamiz. Endi bu sizga bo'lib to'lashga qilib beraman degani emas, faqat. Endi imkoniyati cheklangan insonlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ne unaqa vakuum nima qilyapsizmi? Hozir mana yoqing apparatda. Mana bosam, mana buni? O, glamnini yoqing. Mana shu? Da, bosing. Fantastik bo'lyapti-ku. Ichiga har xil atirlardan sepib qo'ysangiz, nima qildingiz buni? Ne unaqa qildingiz? Полностью nima bo'ldi? Bu yerda hozir havosini tortib oldi texnika. Xo'p. Endi-chi? Bo'ldim, kirib chiqib ketdi demoqchi. Bo'ldi, yarim soat, 1 soat turadi, ichida bakteriya parazitlar полностью o'ladi. Mana bu bilan buni holatini ko'rsangiz, ancha farqi bor. Preslab berdi. Xitoylarga yo boshqa davlatlarga ketayotgan kiyim-kechaklar shunaqa qilib qo'yishingiz bo'ladi. Yo'qsa qish mavsumlarida yo'q, hozir buni qilgandan nima ma'no aka? Bakteriya parazitlar havo yo'q joyda o'ladi-da. Xo'p. Shunaqa? Yarim soatcha turish kerak. Yarim soat 40 minut turish kerak-da.
Keyin olib bemalol yana darcha ishlatsangiz bo'ladi. Hop, shunda hozir siz plysos bilan nima qildingiz? Buni plysos qilmadingiz-ku. Plysos qilsangiz ham u farqi yo'q. Unda ham qilaverasiz, bunda ham qilaverasiz. Bu ham kerak, vakuum paket ham kerak bo'ladi. Baribir yostiqlarga boshqaga, mягкий игрушкаlarni qilsangiz ishtirib beradi, o'zini holatiga qaytarib beradi. Hop, endi menda uyda aboy yo'q-de. Devorlarni qanaqa? Aboylarni ham hamma narsani qilsa bo'ladi, hamma joy. Ko'p mana buni misol uchun mana oralarini ubursadan chaqiradigan bo'lsangiz, mana bularni oralariga bitta-bitta latta tiqib tozalashadi, to'g'rimi? Hop. Buni o'zini qiladigan, qilsa bo'ladigan nasatkalari bor. Polliki, aboyiki, pardalarniki, hamma joyi tozalasa bo'ladigan nasatkalari. To'xtaysiz, bitta mana shunaqa plyososni olasiz, как бы kallasini, ichida komplektda hamma narsa chiqadi. Bu mebellar ham, pollar ham, gilamlar ham, patologga ham, devorlar ham, aboy hamma narsani qiladigan o'zini alohida instrumentlari bor, to'g'ri? Mana bu yerda mana ko'rdim-da, mana bu хорошо, havo ana zo'r chiqazib beradi. Priятный hid chiqarib beradi. Mana bular nima? U shuncha mana 1 2 3 4 5. U qo'shimcha nasatkalar, generalniy uborkada ishlatiladigan 7 ta 8 ta. Generalniy uborkada ishlatiladigan narsalar. Komplektida bo'ladi. Undan tashqari mo'shi nasatkasi bor. Nasatkani o'zi men примерно men bilan birga 9 ta sanaman. Undan tashqari mo'shi nasatkasi ham bor. Gilamlarni yuvib quritadigan nasatkasi ham bor. Sizlar bolalar kelib, ana kola, pola, ketchup, qolsa. Любой narsani tozalaydi, любой. Даже yodni ham tozalab bera oladi. Kimchisiga nima kerak bor o'zi? Endi buni olsangiz, конечно, kimchisiga kerak emas. Xo'p, endi sizga qarang. Mana endi gaplaringizdan kelib chiqib, endi hozir ko'rsatdingiz ham, hamma narsa idealniy ekanda. 5+ ekanda. Nima minusi bormi? Faqat pluslar haqida gapirdingiz. Kabelini ichiga tortib olmaydi. Kabel orqasiga o'rab qo'yiladi. Chunki bu Amerikada bezopasnost uchun qilinadi. 32 ming оборотda ishlaydigan motor bu hazilakam motor emas. Endi bu yerda bezopasnost juda kuchli ishlangan, unaqa holat bo'lmaydi. Mobodosiga oldini olish uchun, endi motor qizib qolsa, mobodo nimadir bo'lsa, to'g'onasi nimadir bo'lgan paytda kabelga nima bo'ladi? Shikast yetadi agar kabelini ichiga o'rab olsa, to'g'rimi? Keyin kabelni ayollar buni tiqqan paytda bang qiladi. Ana o'shaqa narsalarni oldini olish uchun, maksimal darajada bezopasnost qilish uchun buni kabelni o'rab oladigan emas, tashqariga o'rab qo'yiladi. Xo'p, endi bu minus emas. Nima minusi bor, aka? Buziladigan paytlari bo'ladimi? Yo, nima minusi bor buni, aka? Minusi aytaymi? Eng katta minusi. Ko'pchilik odamlarda hozir bu narsa yo'q. Meni ham xayolim o'qidingiz, lekin mana shu narsa aytmoqchi edim. Ko'pchilikda hali bu narsa yo'q. Ana o'sha narsa eng katta minus hozirgi kunda. Shunaqa. Lekin xudo xolasa har bitta odam uyda bo'ladi. Yaxshi niyat. Qarang, bu qanday baqvatga o'xshayapti-da. Juda ham baqvat. Unchunchiga tushirib olsa, buzilmaydi, sinmaydi. Zinadan tashlangan videolari bor. Amerikada olingan videolari bor. Ularni ham kadrga xudo xolasa qo'shib beradilar, operatorimiz qo'shib berasa, Olimxon. Eng zo'r yo'lni aytaymi? Chaqiringlar uylarga, har bitta odam uyga olib borib, o'zimizni живой demonstratsiya qilib ko'rsatib beramiz. Tekinga ko'rsatib beramiz, живой. Xalq uchun. Siz nomingizdan chaqirsa, hadiya ham berib ketamiz, chaqirishgan. Olishmasa ham. Zo'r hadiya, olib borganda ko'rishadi. Hozirdan aytib qo'ysam, hadiyaliga qoladimi? Просто bitta narsa-da. Ham chaqirishadi, ham bepul, ham narsa tashib ketasiz. Nima uchun biz Rainbow texnikasini sotamiz? Arzonroqlari ham bor, вообще arzon plyososlar ham bor. Men har xil bo'lar bo'lmas bo'lsa ham arzonchiroq tez sotiladigan narsalar sotmaymiz. Sababi bilsangiz, qanchalik mana mahsulotingiz qanchalik arzon bo'lmasin, agar insonlarga manfaat tegmaydigan vaqt soati kelib, misol uchun 1-2 oy, 5-6 oy, 1-2 yil o'tgandan keyin siz texnikangizni yomon ko'rib, sizni qarg'aydigan odamlar bo'ladi-da. Agar texnikangiz narxiga nistoshi bo'lsa, agar qancha arzon bo'lsa ham, to'g'rimi? Bundan oldin 200 o'zi plysos olardim-da. 1-2 yil almashtirib. Mana haligacha hamma yo'q chang bo'lgan. Endi bu chang chiqarmaydi. Chem arzon narsani, sifatsiz arzon narsani sotgandan ko'ra, sifatli narsani qimmatroq sotgan yaxshiroq. Endi bu narsani mana siz mashinaga olib kelmaysiz, men bari ishonmas edim. O'zingiz bilan masalan shuncha ishlasa ham, to'g'risi esa yarim yil 1 yil bo'lganda men sota olmas edim. Bilmayman, plysos zachем bunaqa pulga olib, vaqt o'tib baribir tushunmas edim. Baka o'zingiz kelib, shu narsani ko'rsatib, qo'limga berib, mana ol demagunicha bu narsagacha men yetib kelmas edim. Men shu odamlarga ham shu narsani qilish kerak deb o'ylayman-da. Endi boshdagi fikringiz qanaqa edi? Boshdagi fikringiz? Yo, to'g'ri endi. Yo'q. Qanaqa edi? Endi hammada unaqa narsa bor, bitta menda emas. Hammada bor bu narsa. Har bitta xonadonda borgan shunaqa bo'ladi. No, просто men ko'ryapman, to juda ko'p narsalari bor. Stoyt. Da, hozir endi bu narsani podrom ko'rsatib bermadingiz. Men bu tushundim, primer hidi qanaqa chiqadi, hamma narsani tushundim. No, eng asosiy narsa men o'ylashim bo'yicha bu просто plysos emas ekan, просто gap o'zingiz sog'lig'ingizda ekan, bo'ldi. Shu.
o'zini qadr qimmatini bilgan insonlar uchun xuddi lecheniyaga bu pul kerakli sarflaganda bu ham xuddi plisosga Shunaqa, investitsiya qiladigan gap ekan bo'ldi. bitta plysos qancha vaqt ishlatiladi примерно? Oddiy plysos 200-300 dollarga olinsa, 1 yilda o'sha chiriydi-da. 2 yil, 3 yil deylik, misol uchun 3 yil. Hop, 2-3 yil. Endi pastdan ishlatsangiz, bizada ofisga qo'yib qo'yardim. 1 yilda o'sha bolni ishlatib, o'sha bizib Dabdala bo'ladi. qo'yar, dabdala bo'lar, uzilib ketarmidi? O'rtacha 30 yilga mo'ljallangan texnika. 10 yil tekin, servisi ham, zapchasi ham tekin. 10 yildan keyin yana 22 yil servisi tekin. Zapchasini o'ziga pul to'lanadi. Bu degani общий 32 yil degani. Shunaqa. Lekin 100 ta oddiy plyososiz ham buni bittasi qilgan ishni qilib bera olmaydi, Mirsaid. Ya'ni, to'g'rimi? Hop, mana hozir mana qarang, endi to'g'ri video shu cho'zilib ketyapti deylar, odamlar oxirigacha ko'ra olmaydi deylar. Mana hozir siz menga primerni faqat bittasini ko'rsatib berdingiz-da, lekin bu nechta nasadka bor. Bundan tashqari yana 7 ta funksiyasi bor. Hop, mana shu hamma narsani qayerda bular ko'rsa bo'ladi. Uyliga chaqirsa aytganimdek, olib borib tanishtirib ko'rsatadi. Xullas, eng shirin joyini olib qo'yasiz. Da, eng asosiy joylari hali voy, вообще ko'p. O'zingizga ko'rsatib berasizmi? O'ziga alohida ko'rsatib, kadrdan keyin. Kadrdan keyin. Qoyil qoldingizmi? Qoyil qoldim. Joningiz sog' bo'lsin. Endi hali oxirigacha emas, lekin hali qilib ko'rsatadigan narsalaringiz bor. Ko'rsatib beraman. Mayli.